Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Siz bilan Huriya Anvar, Sifra Coach, Life Coach. Endi esa bugun siz bilan 5-sanada, 14-chi, 23-chi sanada tug'ilgan insonlar haqida gapirib beraman. Qarang, bu insonlarni kodi 5 ekan. Ya'ni bu 5 energetika kodlanib keladi. Bu insonlarning ongidagi sistema misoli 5 yulduz. Siz tasavvur qilingki, qop-qorong'ulikda siz mash'alasiz. Ya'ni qop-qorong'uda siz yoritilgan mash'alasiz. Qalblarning mash'alasisiz. Endi bu sizda life hackingiz. Endi qarangki, bu insonlarda energetika kirib keladi va hammada ham shu energetika kirib keladi. Ong sistemasi bor ekan. Bu sizda aynan tug'ilgan kuningizga moslashgan geometrik figura. Endi qarangki, siz minus va plus energiyani qabul qildingiz. Siz endi ongingizga tanlov berasiz. Minusini tanlaymanmi, plyusini tanlaymanmi? Siz aynan nimani aniq bilsangiz, shunda ongli ravishda dastur yaratasiz ongingiz uchun. Shuning uchun bu sizga juda ham hayotingizda sifat o'zgarishi uchun, izobiliya, ya'ni farovon hayotga o'tishingiz uchun, chiroyli munosabatlar qilishingiz uchun, kasb-koringizda baraka topishingiz uchun, aynan siz uchun musbat va manfiy tomonlaringizni aytib bermoqchiman. Agarda bundanda kengroq ma'lumotni olmoqchi bo'lsangiz, albatta like tugmasini bosib podpiska bo'ling. Bundan keyingilarini ham kuzating. Meni topishingiz oson bo'ladi. Va kim qaysi sanada tug'ilgan bo'lsa, kommentariyaga qoldirsangiz, siz haqingizda ham men albatta reels tayyorlab yozib tashlayman. Endi qarang, bularda plyus tomonlar. Bular erkin, ozod, ulardagi tafakkur tiniq fikrlaydi. Ikkinchisi, risk qilishdan qo'rqmaydi. Ularda har doim 5 ta variant bo'ladi. Har qanday vaziyatdan chiqib keta olishadi. Keyingisi, tez moslashadilar. Har qanday vaziyatga, masalan, uzoq yurtlarga borsa ham ular tez moslasha oladilar. Keyin har bir insonni tilini topa oladilar, qalbini topa oladilar. Shuning uchun ularda do'sti, yoronlari ko'p, hamkorlari ko'p. Keyin esa yangilikni hayotga olib kirishadi, qo'rqmaydilar. Ya'ni ularda variantlar, imkoniyatlar keng, ong fikrda. Shuning uchun ular yangilikni tez qabul qilib dunyoga beradilar. Buning evaziga ularning hayotida farovonlik, baraka zo'r o'ynaydi. Bu plyus tomonlar. Endi esa musbat tomonlar. Agarda ular erkin his qilmasalar o'zlarini, qaror qabul qila olmaydilar. Risk qilishadida, haddan tashqari vaziyatni hisobga olmasdan turib risk qilishadilar. Keyin uzoq muddatli reja tuzisha olmaydi-da, qisqa muddatli bo'ladi va o'zini konsentratsiya qila olmaydi. Xayollari har tomonga tarqoq bo'lib qoladi. Shuning uchun ularda